Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər, məmnunlarım hoş vaxtınla xeyirli olsun. Bugün antropolog Yusufcan Ğunistanbek və müstəqil tədqiqatçı Abdüvəli Ayıb efendim bilen yeni bir programımızğa məmnunlar, hoş gəldinlər. Bugün paylaşılğan temamız diasporatik Uyğur diasporası və vətəndəki Uyğurların ortasındakı fərqlər məlum bolğundək biz chet eldə yaşayatqanımız xeyli uzun boldu. Əmdi bizning oxuyduğan kitaplarımız fərqli, bizning gördüyən nəslimiz fərqli, bizning yaşayatqan siyasi tüzülmemiz fərqli. Şunaşqa bu fərqlər bizning iki vətəndəki Uyğurlar bilan Uyğur diasporası ortasındakı fərqə qandaq təsir göstərir? Yəni bu fərqni çoğaytamdı yoki bu fərqni kichikiltamdi? Mush to'g'riliq hamda Abduvali aka bilan Yusufjon apamning analizlarini anglaymiz. Eng avval Abduvali Ayub bilan boshlaylik. Abduvali aka, siz bu ikki jamoat hamda Uyg'ur diasporasi vatandagi Uyg'urlar o'rtasidagi farqni xil cho'ng deb qaramsiz? Menimcha burunmu cho'ngte bu. Bo'libmi shu 2017-yil boshlangan umum tutqundan keyin bu farq texmi cho'nglab ketdi. Burun qanday cho'ngte desa, burun bizning bu vatandan chiqqan birinchi turkum 49-yildan keyin chiqqanlar. Ular bilan bu 1980-yillardan keyin chiqqanlar o'rtasida bir farq bordi. Lekin bu farq yanıla bu kadar cho'ng farq emasdi, chunki bu Uyg'urlar 2017-yildan keyin yuz kelgan masala texi dünya tarixida bunday ish bo'lib boqmagan. Ya'ni insonninki burun nimasi kontrol qilinish amalga oshgan, insonninki bu jismoniyatni kontrol qilish, harakatni kontrol qilish burun amalga ish bo'lgan narsa. Lekin insonning bu zehnini, hissiyotini, aqlini kontrol qilish masalasi bu kadar muvaffaqiyatli bo'lgan emas. Çünkü bu zamanıvi texnikinin insanı kul kılışı o kadar önümlük bulanmagan. Şuna bu burun çıkan Uygurlar, mesela meyli 49 çıkan Uygurlar olsun, meyli bu 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda çıkan Uygurlar olsun, bula bir müngü yuyuş, bir hissiyat monopoliyası, yani hissiyatını monopol kılış, aklını monopol kılış, hissiyatni tizginlash, nimani ongni qayta qurish degandek bu jarayonlarni boshdan kechirmagan odamlar. Unda bo'lganda ekan, ularning tuyg'usi bilan bu davrni boshdan kechirganlarning tuyg'usi butunlay o'xshamaydi. Masalan, bir oddiy misolni olsak, chet elda ikki nevre, bir öyden çıkan ikki nevre, o'xshamagan ikki shahardan chiqqan. Nevre tuqqan. Lekin hozir ikkisi chet elda turib bir-birla aloqa qilmaydi. Nevre tuqqan. O'xshash Urumchidan chiqqan. Lekin bular chet elda yashaydi, Yevropadagi ikki shaharda, lekin bir-birla aloqa qilmaydi. Meni ahvolimda otamsiz ham. O'xshash ahvolim kimdim? Sabab nima desa, sabab buning ishonmaydi, bu uning ishonmaydi. Lekin ikkilis bana hikayesini söylep bergen. Bir yerde mesela eğer mesela bu 49. yıl çıkkanlar bilen 90. yıllar çıkkanlar birleşip giderligen. Hemkarlaşıp giderligen. Mesela Dolkun Eysa 94. yıl çıkkan. Eysa Alptekin 1950. yılı çıkkan. Yani 49 yılın ahırı çıkkan. Lekin Eysa Alptekin'in oğlu Erkin Alptekin 13 yaşında çıkkan adam bilen 94. yılı çıkan adam birleşip teşkilat kurup bugün dünya Uygur kurultayını kurup çıkan. Bu bir göz aldığımızdaki bir misal. Ondan başka mesela 49. yıllık çıkan Uygurlar bilen bu 80. yıllık çıkan Uygurlar Kayseri'de özra toylaşkan. Özra kudubacı oluşkan. Hem de bugünkü 2017'deki umumu tutkun ve muşvakçı davamlaşıvatkan facianı baştan geçirgen kişiler bilen 2017 yıl tetelge çıkıp olan adamlar o'rtasidagi farq birleşip teşkilat qurish emas, birleşip aile kuruşmu hozir bir masala oldiga keldi. Buningda bir ayol Turkiyaga chiqib, erining qishiga qaytib Xitoyga ketdi. Eri bilan yashayolmay.
Yani o bir teşkilat qurish emas, bir oila quramidi demakchi. Şunga aylık bu farq haddidan ziyada cho'ng farq. Chunki bu yerda burunqi kishilar har qanchalik turmush o'zgargan, masalan, siyosat o'zgargan taqdirdami, u kishilarning mingi kontrolligi, qalbning programmalanishi, bu hissiyot kontrolligi yo'qdi u chog'da. Hozir kishilarda hissiyot kontrolligi, psixik kontrolligidan boshdan kechirgan bo'lg'achqa, bu butunlay farqli o'ylaydi, farqli muomala qildi ishlar. Endi biz buni lekin nimlashtirish bo'lmaydi. Umumlashtirish bo'lmaydi. Buning zodi shunda bu farq %100% deb aytmaymiz. Lekin bu farq mavjud. Bu farq o'xshamagan odamlarda o'xshamagan shaklda ifodalanadi. Masalan, ba'zi odamlar bor, shu lagerlarni boshdan kechirib, umum tutqunni boshdan kechirib chiqqan, lekin qalbida shunday bir kuchli erkinlik ro'yi, kuchli bir haqqoniyat tuyg'usi bilan chiqib, biz bilan haqqoniy bir maydonda birga turishni orzu qilayotganlar bor, lekin ularning soni intayin oz. Shu vaqtgacha men undanlardan faqat 2 kunlik ko'rdim. Qog'ini qanda desa, chiqidi, faqat qandoq qilib biz bilan aloqa qilishib, Turkiyadan Yevropaga yoki O'rta Osiyodan Yevropaga qandoq qilib qutulishni o'ylaydi, lekin qandoq badal to'lab ahvolni o'zgartirish, qandoq badal to'lab vatandagilarga yordam berish, qandoq badal to'lab Uyg'urlarning ovozini texnik kuchga anglatish, u narsaga qiziqmaydi. Faqat bo'lmagan chog'da o'zining hikoyasining saqlanib qolishini o'ziga bir xil xavf deb qaraydi. Masalan, hech bo'lmaganda hech kimga demasang maylang, lekin bu hikoyang bizni saqlanib qolsin desa, yo'q, u saqlanib qolishi mening hayotimga tahdid qiladi deb qaraydi. Shunga bu yerda biz umumlashtirib o'tmaymiz, lekin bu savol mendan jiq so'ralgan. Ya'ni bu Xitoyninki ming yuyish, ong o'zgartirish, qalbni programmalashni nishon qilgan bu harakati seningcha g'albalik bo'lganmi, bo'lmaganmi degan savollarni so'ralgan mendan. Shu chog'da men uningga birmi deyolmagandim, chunki qo'limda yetarlik nima yo'q. Son spir yo'q, yetarlik ma'lumot yo'q, yetarlik hikoya yo'q. Men bu nimadan keyin 2022-yildan boshlab shu vatandan yangi chiqqanlarning hikoyasini to'playapman. Shu to'plash jarayonida bayqaganim farq haqiqatan cho'ng. Bu farqning sababi biz boshdan kechirgan umumiy tutqun va lagerlarni vasita qilgan ong o'zgartirish, qo'lni yuyish, qalbni programmalash harakatining natijasi. Chunki bu harakat dunyo miqyosida texi bundaq bir millatga qartilgan, u millatning kundalik parangidan tortib, yemek içmekidan tortib, uning o'qiydigan kitobidan tortib, uning oldigan shokolad polo lag'manlaridan tortib, hech qanday bir millat bundaq bir kontrolga uchrab boqmagan. Haydaydigan mashinasi, masalan, adigan ishdan chiqsa, haydaydigan mashinasi qanchalik may qochilganligi, onning qayerga to'xtab, qayerga borganligi, kimlarga telefon qilganligi, qaysi ko'chaga borganligi, qaysi oshxona tomoq yeganligi, mushning hammasi allaqachon sanspirga aylanib, bir umumiy nimada, umumiylik big data, umumiylik bir IGOP deb qisqartib buni inglizcha birlashtirilgan jang supsi degan narsa bu shundan to'plandi. To'plangandan keyin shuning asosan bu odamga hukm qilinadi. Unda bo'lgandan keyin bu birsi lagerning sirtidagilarda mavjud bir qo'rqinch. Chunki bu ash sistemaning ichida yashaydi. Lagerning ichidagilarda mavjud. Lagerning ichidagilar bu sistemaning ichida texmi ojiz bo'lib, chunki ular bu kontrollikdan boshqa buningga nima qilindi? Kunda nomer berilish orqali dars o'tildi. Xuddi masalan biz bu nima o'ynagan chog'da elektronlik o'yinga xumor bo'ldi, insonlar o'ynagan chog'da uning levellar bor, mana darajalari bor. Modern yusang manda bo'ldi, modern yusang manda bo'ldi. Bu nimada bu lagerda shu sistem bor-da, nomer sistemasi bor. Shu nomerga asosan manchi nomer olsang manda kun ko'rsan, man nomer olsang manda kun ko'rsan, man nomer olsang manda kun ko'rsan. Ya'ni sirt kishilar, lagerning sirtidagi kishilar, odat kishilar, ya'ni
Fangxi rayon, Yiban rayon, Zhongdan rayon deb üçga ayrılğanga oxşaş. Bu nimedeki kişilermi, lagerdeki kişilermi muşunda üçga ayrıldı. Changguan, Fuguan, Yanguan deb. Unda olğandan keyin meyli bu insanlar Uyg'urlar lagerning ichida bo'lsin. Mayli lagerning teshida bo'lsin, shu bir xil iliqi to'xtamay nomer qo'yilib turadigan, to'xtamay baholanib turadigan, to'xtamay kontrol qilinib turgan bir sistemaning ichida yashaydi. Unda olğandan keyin bularning harakati allaqachon shu kontrol qilguvchining talbiga asosan bo'ldi. Shu talbiga asosan harakat qildi. Shunga bundaq sistemani boshdan kechirgan mayli lagerdan chiqqan bo'lsin, mayli lagerning teshidan kelgan bo'lsin, bular bilan bu lagerga kirib boqmagan, undaq bir hayotni boshdan kechirib boqmagan insonningki tuyg'usimi o'xshamaydi, tafakkurimi o'xshamaydi, oldigan qarori, masalalarni ta'liq qilishimi o'xshamaydi. Shun bu farq hozir menimcha cho'ng deb qolishining sababi shu. Köpten köp rahmat Abdüveli akamın asas siyasi tarafını tutup durup izahdığınız meselenin. Hem de bu farq var dep qardık. Hemmimiz küsüp turvatımız zaten çıkıvatkan kinolarını da vatenden yinkivatkan insanlargacha vatan bilen münasebetlik hemen aslında bu farqni çoğunlukla his qila alaymiz. Hem de Yusufcan sizga so'raydiganim bu faqat siyasi sebeplerle münasebetlik mi? Bu farqni hosil qilgan boshqa omillar bormi? Bu omillarni bizga izohlab berasiz agar boshqasi o'ylaydigan omillar bor deb qarasangiz. Amerikaning deganlariga qo'shimcha qilish o'zingizning ko'z qarashini ma'qul bo'ldi. Menimcha Abduveli akam degan shu 2017 o'zgarish nihoyatda cho'ng farq keltirgan edi. Uni to'g'ri deb o'ylayman. U shu diaspora bilan vatanning ichida bo'lgan Uyg'urlarning farqi qarsak, ikki ishga diqqat qilishimiz lozim. Birinchisi, shu diasporaning Uyg'urlarmi bir xil bo'lmaydi. O'xshamaydigan bir necha qatlam bor. U diasporaning ichida ba'zilarninki yana hozirgacha vatan bilan hem Xitoy bilan yaqin aloqasi bor turdi. Ular masalan siyosiy aktivistlikka chiqqan Uyg'urlar bilan cho'ng farqlandi. Farq cho'ng bo'ldi ularning orasida. Uning ustiga elbette pek shu boshqalar bilan ko'p ko'rishmaydigan, o'zining ishlarini qilgan Uyg'urlar muxolif bor. Uning boshqa elbette ya Amerikada tursangiz, ya Turkiyada tursangiz, yoki Saudiya Arabistonda tursangiz, bu yana nihoyatda cho'ng bir farq bo'ldi. O'rta Osiyodagi Uyg'urlar hali uzun bo'ldi chiqqandan keyin ular Osiyodagi shu madaniy omillarga uchrab o'zininki kultur madaniyatini azab o'zgarib ketgan. Uning ustiga shu vatanning ichidagi Uyg'urlar albatta o'xshamaydi. Din jihatdan qarasak yoki o'qish jihatdan qarasak yoki boshqa jihatlardan qarasak albatta shu yerda cho'ng bir farqlik bo'ldi. Ba'zi sirtda turayotgan masalan ziyoli Uyg'urlar, diasporadagi ziyoli Uyg'urlarninki gaplarga qarasam, gaplarni anglasam, shu 10 yilning oldidagi vatanning ichida bo'lgan ziyolilarninki gaplar bilan o'xshab ketdi. Chunki shu chaqda hali hozirga qaraganda hali erkin vaqt bo'lgandan keyin ular shu gaplarni qilalaydi. Hozir sirtda ziyolilar shundaqa o'xshash gaplarni qilyapti. Lekin uningdan albatta cho'ng'atga qarasak yana bir necha farqlar bor. Men hozirgi vatanning ichidagi Uyg'urlar to'g'ri ko'p gap qila olmayman, chunki men 2016-yildan keyin shu vatanga bora olmadim, Uyg'urlar rayoniga bora olmadim. Lekin shu vaqtgacha 2010-yildan ta 2016-yilgacha men vatanda hali uzun turgan Osiyodagi Uyg'urlar bilan ko'p uchrashdim. Shu vaqtda men sirtda diasporada bo'lgan Uyg'urlarniki bir nechasini bilan ko'rishib turgan. Chunki shu vaqtda diasporadagi Uyg'urlar bo'lib aktiv bo'lgan Uyg'urlar bilan ko'rishsam, vatanga borsam ularga bola bo'lib qolmasin deb ensirab,
şu diasporadaki Uyghurlar bilen köp görüşmedim. Lekin 2017 yıldan başlap, olup mu 2018 yıldan başlap men vetenge baralmagandan keyin hem şu lagerning işler to'g'riq anlagandan keyin endi diasporadagi Uyghurlar bilan ko'rishmasam, ularningki hikoyasini yetkazmasam bo'lmaydi deb diasporadagi Uyghurlar bilan ko'p uchrashgan bo'ldim. Shuning uchun men 2013dan 16gacha vatanda bo'lgan Uyg'urlar bilan 2017, 18, 19dagi sirtda bo'lgan Uyg'urlarga selishtirsam, shu menimcha metod jihatdan eng mos keldi meniki bildirganligim. Shuning uchun ularni selishtirsam 3 jihatdan cho'ng farq bo'lgandi. Birinchisi shu din jihatdan, ikkinchisi siyosiy jihatdan, uchinchisi şu ziyolilarninki ta'siri jihatdan desak. Birinchisi din jihatdan qarasak, albatta vatanning ichida ham sirtda dindor Uyg'urlar xili ko'p edi. Lekin vatanning ichida o'zining dinini ancha praktika qila olmay, hem din to'g'riq o'rganish bek eplik hem xatarlik bo'lgandan keyin ko'p Uyg'urlar dinni şu kitap cihetten çok düşünmey, bu atalardan öğrengen cihette, şu Orta Asya'nın ki Müslüman dinlere yakınlık keldiren dinlerini kollagan köprek. Ondan şu Saudi Arabistan'da kelgen cihetlerini bilip olmak için boğanlar muhalif battı, lekin onu çok öğrenilmeydi. Hem şunun için pek yaxşı bilinmeyen idi. Sırtqa chiqqan Uyg'urlarniki ko'pincha yerlarda diniy erkinlik bo'lgandan keyin resmiy dinga kirib, dinni yaxshi o'rganadigan Uyg'urlar uni qila olmaydi. Hem shu O'rta Sharqniki diniy ta'siriga ko'p uchrab bo'lgan. Shuning bilan ularning din praktikasi o'xshamaydi. Elbette dinge ancha kirmagan şu dindor bo'lmagan yoki dinga ancha qiziqmagan Uyg'urlarga qarasak, sirt bilan ichininki farqi bek cho'ng emasdi. Lekin dindor bo'lmagan Uyg'urlar qarasak 2014-yildan keyin yana vatanning ichidagi Uyg'urlar eğer mümkün bo'lsa masalan ro'za tutadigan ashunaq ishlarni qilishga boshlagan ko'proq burunga qaraganda. Sirtda uncha emas. Sirtda u ikki bo'lim texmo jiroqlashib ketgan. Dinga qarmaydiganlar texmo dinga qarmaydi, dinga kiradiganlar texmo dinga kiradi. Deb olaman. Lekin vatanning ichida sal yaqinlashib ketganda 2017ning oldida. Ondan siyosat jihatdan albatta ichidagi Uyg'urlarningki ko'pinchisi Uyg'urlarning o'z tarixini hem Sharqiy Turkiston Respublikasi bo'lganning tarixini bilmaydi. Ba'zilar sirtqa chiqib yangi Uyg'urlarning bayroq bor ekanligini yoki Sharqiy Turkistonning bayroq bor ekanligini o'rganib olgandi. Lekin sirtdagi Uyg'urlar ba'zilar uning bilan aralashmasami, uningga kirmasami, uningdan nari tursami bildi u tarixni hem u ishlarni. U nihoyatda cho'ng bir farq deb o'ylayman, chunki u shu o'ylash erkinlik, shu bilim erkinlik bilan bog'lanib bo'ldi. Vatanning ichidagi Uyg'urlarniki ashunaq bilim erkinligi yo'q. Albatta bildirganlar bor. Bo'libmi ziyolilarning orasida, lekin ularni xohlagancha kitob o'qiy olmaydi yoki o'qimoqchi bo'lgan yerlarni o'qiy olmaydi, deyolmaydi degandek. Shuning uchun uni yana ikkinchi cho'ng bir farq deb o'ylayman. Ondan uchinchisi vatanning ichida turgan Uyg'urlar
ular o'zi ziyoli bo'lsinmi, o'qimagan bo'lsinmi, ya o'qigan bo'lsinmi, yana Uyg'urlarning ziyolilarininki ta'siriga uchrab turgandi. 2010-yildan ta 2016-yilgacha Abduqodir Jalolninki gaplari, Esed Sulaymonninki kitoblaridan chiqqan gaplar o'zi o'qimagan bo'lsa-mu, shuni to'g'ri anglagan. Ularning kim ekanligini biladi. Uyg'urchaninki qanchalik kitob chiqarishga nima mos keladigan tilni biladi. Hem Uyg'urlarniki nihoyatda o'tkir ziyolilar bor ekanligini biladi. Hem ziyolilarniki gaplarini ancha-muncha anglatdi. Hem ularniki o'ylashini biladi, hem uningdan ta'sir olgan. Lekin sirtdagi Uyg'urlar, diasporadagi Uyg'urlarning ko'pinchisi hem u kitobni ancha o'qimaydi. Hozircha shunday deb o'ylayman. Shu ziyolilardan boshqa hem ular boshqa bir davlatda turib, boshqa bir ta'sirga ko'p uchrashgandan keyin shu Uyg'ur ziyolilarninki gaplardan yoki ideyalardan ancha ko'p ta'sir ilingan deb o'ylayman. Shu 3 cho'ng farqlar bo'lgan 5-6 yilning oldida. Hozir u cho'qim o'zgarib ketgan bo'lishi kerak. Abduvali aka degandek cho'ng bir farqlar chiqib qoldi. Texmi ba'zi jihatlardan farq texmi cho'ng bo'lib ketdi. Chunki Uyg'urchani hozir maktabda o'rgatmaydi. Shuning uchun yosh bolalar, Uyg'ur bolalar, qozoq bolalar o'zining tilini yaxshi so'zlayolmaydigan bo'ldi. Faqatlar uyning ichida qilgan gaplarni bildi. Ba'zilar ulimo deyolmaydi yoki deyishga unamaydi, chunki ular qo'rqaydi, Uyg'urcha so'zlasak bir cho'ng bir ish chiqib qoldi deb o'ylab. Shuning uchun u burunkiga qaraganda cho'ng bir farq bo'lib ketdi. Lekin uning bilan yana diasporaniki Uyg'urlar bilan epsus yana yaqinlashib ketgan bo'ldi desak bo'ldi, chunki diasporadagi Uyg'urlarmi uncha so'zlayolmaydi. Hem ichdagi Uyg'urlarmi hozir uncha so'zlayolmaydigan bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa yana nazoratning ostida turayotgan Uyg'urlar, hem Abdulla akam degandek hozir hem vataning ichidagi Uyg'urlar nazoratning ostida turdi. U o'ziniki ruhiyga ta'sir ko'rsatdi, hem ularninki erkinlikga to'sish qo'ydi. Lekin sirtdagi Uyg'urlarmi hozir nazoratning ostida turayotgandek turdi, chunki ular texnologiya shuncha o'tkir bo'lib ketgandan keyin Xitoy hukumat bizning hozir qilgan gaplarga anglamamdi yoki mening telefonimning ichiga kirib bo'ldimi yoki bizning emailning ichiga kirib bo'ldimi, undan kim jasus emasligini bilmagandan keyin sirtdagi Uyg'urlarmi hozir nazoratning ostida o'tirib qo'rqib turyapti. Uni yana epsuski bir o'xshashlik yana sut bilan ichidagi Uyg'urlarni balkim xato bir jihatdan yaqin keltirib bo'lgan bir omil deb o'ylayman. Çok rahmat Yusufcan. Sonra internet bir yerden bir teklif yaptım. Ayşemiz hatırlıyor. Yusufcan sizden var. Bir minut. Benim telefonummuş. Mezmun qaytib kelsak, biz hozir jamiyat to'g'risida diasporadagi Uyg'urlar bilan vatandagi Uyg'urlarning o'rtasidagi farqni ancha-muncha so'zlab o'tgan bo'ldik. Endi yana mening diqqatimni tortgan bir masala bor. Bu endi hamma dunyoning hamma yerida o'xshash bo'lishi mumkin, ham nesillar bilan nesillar o'rtasida, generasiya bilan generasiya o'rtasida bir farq bor. Endi vatandagi Uyg'urlarning o'rtasida texim bir radikal bir bichimda bir o'zgarish bormikin, radikal bir shaklda o'zgarish bormikin deb qarayman. Chunki u yerda davlatning kontrol mexanizmlari hammasi
texmi ötkür bolan. Yani bu cihetten çeteldeki Uygurlarning jenerasyonlar otursidiki, nesiller otursidiki farq bilan vatandagi Uygurlarning nesiller otursidiki farqni selishtirsa qanday analiz qilsak bu meseleni? Adalaki bu cihet o'ylaganlarınız bormi? Vatan sirtidagi Uygurlar albatta vatan sirtidagi Uygurlarda bir qancha masala bor. Birisi avlod farqi degan narsa albatta bor. Avlod farqi bo'lgandan boshqa uningga qo'shilib kelgan mana bir narsa bor. Avlod farqi har qanday millatda bor. Lekin bizning avlod farqidan o'xshamaydigan yana bir farq bor. Masalan, biz bolamizni Yevropaga kelsak, biz tarbiyani, ma'rifni vatanda olgan. Bolamiz u ma'rifni chet elda oladi. Bu bir ma'rif jihatdagi farq. Uningga qo'shiladigan nima desa, uning qo'shiladigan avlod farqi. Bizning yosh farqimiz. U qo'shildi, madaniyat farqimiz bu qo'shildi, ma'rif farqimiz bu qo'shildi. Shuning bilan bir Uyg'urningki bolasi bilan farqi bir Amerikalik yoki bir Yevropalikning bolasi bilan o'tirisi farqdan cho'ng bo'ladi. Nima ish qilsa bir Yevropalik Yevropa ma'rifini o'zim Yevropa ma'rifini olgan, bolasi Yevropa ma'rifini olganda. Masalan, menga aytsam, men Uyg'urcha ma'rifni qabul qilgan, keyin Xitoy shahrida o'qidim. Ondan keyin chet elda chiqdimda. Endi nima bo'lsa, mening umum ma'rifimni yermini Xitoydan desak, mening bolalarim butunlay Yevropa ma'rifini oladi. Unda bo'lgandan keyin bir ma'rif jihatda bir farq bor. Ikkinchisi, men Uyg'ur muhitida cho'ng bo'lgan, Uyg'ur madaniyati mening bugungi odatimni, o'ylashimni, hissiyotimni shakllantirgan. Endi bolalarimiz Yevropada cho'ng bo'ldi, ularningki madaniyati, ularning odati, ularning harakatlari dal Yevropa madaniyatining qilib ichida shakllandi. Unda bo'lgandan keyin birisi madaniyat farqim bor, avlod farqim bor, ma'rif farqim bor. Bu farq haqiqatan cho'ng hamdi. Lekin mayli abiyam deyishgandek, mayli vatandagi Uyg'urlar bilan vatan sirtidagi Uyg'urlarning farqi bo'lsin. Mayli vatan sirtidagi Uyg'urlarning avlod o'tirisi farq va madaniyat o'tirisi farq bo'lsin. Bu farqlarning bo'lishi nima emas, xatarlik emas. Lekin farqlarni qandoq tushunib, qandoq muomala qilishni bilmaslik xatarlik. Farqning bo'lishi bizning boyligimiz asli. Farqning bo'lishi hech qanday birlikni qabul qilmaydigan yoki bu farqdan cho'chib ketadigan yoki xuduksirab ketadigan ish emas. Lekin mush farqni qanday tushunib, bu farqqa qanday muomala qilishni bilmaslik xatarlik masala. To'g'ri deysiz Abdulika. Ko'p rahmat. Yusufjon, hamda bunday so'rayman. Bu vatandagi siyosatlarni biz bilamiz, chet eldagi bo'lgan ahvollarni biz bilamiz. Chunki chet elda chiqqan masalan birinchi nesillarda asosiy bo'lmaydi desakmi, chunki ularning bizning vatandagi tuyg'ularni, vatandagi kulturni, vatandagi siyosiy vaziyatni ilg'i qila oladigan darajada xotirasi bor. Lekin ularning nesillari ya ikkinchi avlod yoki uchinchi avlodlarda ve vatandagi ikkinchi avlod, uchinchi avlodlarda, ya'ni umumyuzlik Uyg'ur jamiyatida bir assimilyatsiya bilan bo'lgan munosabati qanday? Ya'ni biz assimilyatsiya bo'lib o'tamdik. Hem vatandagi Uyg'urlar, hem chet eldagi Uyg'urlar. Bu jihatlar to'g'ri uzoq so'zlab bersangiz. Assimilyatsiya degan bir muhim hem qo'rqinchli gap bo'ldi. Elbette hem vatanda hem sirtda Uyg'urlar asta assimilyatsiya assimilyatsiya bo'ldi. Bir necha kuchlar ularni assimilyatsiya qilishga tirishyapti. Sirtdagi Uyg'urlar bo'lsa, Uyg'urlar ko'p turmagan yerlarda u bek tabiiy. Uyg'urlar hammaga borgan Uyg'urlar assimilyatsiya bo'lmaydi, lekin ashiyadagi yangi kelgan sharoitiga ko'nishga hem tirishib, hem uni yaxshi qila oladi ekan. Uyg'urlar bek flexible desak bo'ldi. Uyg'urlar chiq bir yerlarga berib, ashiyada shu bo'lgan yangi jamiyatga yaxshi kirib, uningki muhim o'rinlarni tutib,
özüne şu cemiyetninki içdeki şu paydalık adamda qilishga bek mahir deb o'ylayman. U nemishqa shunday borganligini menmi 100% deyolmayman, lekin Uyg'urlarniki ko'p jihatlardan madaniyat ta'siri ko'rgandan keyin menimcha shu Uyg'urlarniki ruhiy shu flexible bo'lib ketgan bo'lishi kerak. Ma sirtda bo'lsa Uyg'urlar ko'p bo'lmagan yerlarda Uyg'urlar tabiiy assimilyatsiya asta integratsiya bo'lib qoldi, ba'zilarni assimilyatsiya bo'lib qoldi. Bo'libmi 2017-yilning oldida menimcha u bek ishtek bo'lgan ham jiq Uyg'urlar uningga ancha to'sishga tirishmagan. 2017-yildan keyin menimcha sirtdagi Uyg'urlar o'ziniki Uyg'ur ekanligini cho'ngroq bilib, uningki muhim ekanligini, Uyg'ur madaniyatini, Uyg'ur tilini saqlanish ninki muhimligini texmo yaxshi bilib, hozir sirtdagi Uyg'urlarningki integratsiya bo'lsa-mu, assimilyatsiya bo'lishninki imkoniyati menimcha burungidek yuqori emas. Chunki bir xil o'yg'onish bo'lib ketgan. Hamma Uyg'urlarning orasida emas, lekin hali jiq Uyg'urlarning orasida bir o'yg'onish paydo bo'lgan deb o'ylayman. Shu 2017-yilningki voqealari ham keng tutish meselari bek ig'ir, bek nachar bo'lsa-mu, shuningdan u balkim kichik bir yaxshi ish kelgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ma Uyg'urlarning shu vatining ichidagi Uyg'urlarga qarasak, ular hozir tabiiy assimilyatsiya bo'lmay, zo'rliq assimilyatsiya bo'lib qoldi. Lekin biz burun Sovet ittifoqidami ko'rgan, Mao Zedongning vaqtlaridami ko'rgan zo'rliq assimilyatsiya bo'lsa, shu teshidagi narsalarni o'zgartiradi, lekin ichidagi narsalarni tezda o'zgartsa-mu, o'zi halicha o'zgartirmaydi. U qalaymagan bo'lib qoldi, boshqa ishlar uningdan chiqib qoldi. Masalan, Germaniyadagi turklarga qarasaqmi, Germaniya ularni assimilyatsiya qilishga tirishganlikninki 30-40 yil bo'lib ketdi. Ularniki madaniyati o'zgarib ketgan albatta. Ular burunki turklarga o'xshamaydi, lekin germaniyaliklarga o'xshamaydi. Shuning uchun ular assimilyatsiya bo'lmagan. Ular integratsiya bo'lib ketdi, ham o'zgarib ketdi, lekin 100% assimilyatsiya bo'lmadi. Uyg'ur tili albatta ojizlab ketdi, lekin Uyg'urlarningki 12dan 15 million nüfus bo'lgandan keyin uning ichidan balkim Uyg'urchani hozircha ana tildek so'zlaydiganlarniki ozdek 7-8 yoki 10 million odam bo'lgandan keyin uni butunlay assimilyatsiya qilish uchun ya yo'q qilib etishga bir necha avlod ketish kerak. Ularningki Uyg'urchasi ojizlashib ketib yoki yo'q bo'lib ketsa-mu, u yana butunlay shu madaniyatdan butunlay shu ruhiy jihatdan assimilyatsiya bo'ladigan gap emas. Chunki ular rasmiy assimilyatsiya 100% assimilyatsiya bo'lish uchun Xitoy jamiyati ularni qabul qilish kerak. Biz uni Amerikadan ko'ralaymiz. Shu aqtaliklar, qarachaliklarni hozircha qabul qilmagan 300 yil yo 500 yil bo'lib ketgan. O'ziningki tili o'xshab ketgan bo'lsa-mu, assimilyatsiya qilmagan. Uyg'urlarni shu Xitoylar Uyg'urlarni shuncha osonmi qabul qilmaydi. Shuning uchun ularni 100% assimilyatsiya qila olmaydi. Ham hozir shuncha bola shuncha ko'p zulm ko'rgandan keyin uni ko'nglida tutib o'ziningki madaniyatni
100% ya 60% ya 50% saklanamızsa özününki Xitaylardan farklı hem Xitaylarga bir xil öçmenlik bağ ekenligini menimçe saklanıp turdu yeni bir neçe evlatlargacha. Çok rahmat Yusufcan. İntayin etraflı cevap verdiniz. Abdülhalika hem sizin bu üçüncü sualı soraydığınım bizim mesele geldik mühim bir meseleye, din meselesi. Uygur bizim vatanda hem de bütün dünyada mesela konservatif bir cemiyet bilen, feodal bir cemiyet bilen, zamanı bir cemiyetke ötüş otursa çoğun bir inqilab yoki bir ıslahat hareketleri boldu. Bu Avrupa'da edebiyat sanatına uygun iş hareketi yani. Rönesans deyimiz. Türkiye'de Atatürk'ün anlayamadınız mı? Bizden rejissörsel avazını kayıt onuşa siz. Avaz ketdi. Mening ovozim kelyaptimi Yusufjon, siz anlatamsiz? Anlavatım. Kirish mumkin. Abdühalim kam kirgichi men sizdan boshqa bir savolni so'raveray. Abdühalim o endi chiqib ulab savol sorsak bo'ladi. Yusufjon, hem bütün dünyanın hem yerlerde bir ılgı nimler var, ılgı istatistikler var. Bu Uygurlarda bu ılgı konkret istatistikler yok. Mesela ılgı bizde okuganlarning seviye nimesi qancha oranı, nim deymiz bu istatistika qancha cemiyetga ipesaq. Eğer ayollarning ishki farqlari istatistiklar qancha. Yoki mesela şehirleşiş intayin muhim bir hukum var, şehirleşiş. Bir milletning sosyoekonomik ahvolini ölçeydigan muhim ölçemlerden birisi. Bu cihette Uygurlarda istatistiklar bormi yoki bu istatistiklardan sizlar qanday foydalanyapsizlar? Bu farqlarning mesela Uygurlarga shaharlashishni bilsak bu ahvollarning Uygurlarning hozirgi ahvoliga qanday ta'sirlarni ko'rsatyapti? Mush farqlar normal millatliklar bilan o'xshashmi yoki Turkiyadagi yo Irondagi O'rta Osiyo davlatlari bilan yoki bizni farqli bir shaklda ishlayaptimi? Mush to'g'riliq ozroq bir o'zingizning bilganlaringizni so'zlab bersangiz. Ma'qul bo'ldi. To'g'ri deysiz, Uyg'urlar to'g'riliq yaxshi tuzuk bir statistikasi tepishbek tez. Hem biz jihatlarni qarasak yo'q deylik. U nimishqa deb so'rasangiz, statistikasininki ismi, shu gapninki asli ma'nosi nima ekan deb o'ylasak bo'ldi. Statistikasi startdan yeni davlatdan kelgan gap bo'ldi. Shuning uchun statistika degan davlatninki boshqaradigan bir jabduq desak bo'ldi. Agar o'zining davlati bo'lmasa, shu xalqninki statistikasi boshqa bir tashkilotdan kelishi kerak. Shuning uchun Uyg'urlarning statistikasini qildigan, masalan, Xitoyning statistikasini Xitoy hukumat qildi. Daniyaliklarning statistikasi Daniya hukumat qildi. Germaniyaliklarning statistikasi ya Fransiyaliklarning statistikasi Fransiyaniki ya Germaniyaning hukumat qildi. Lekin Uyg'urlarniki hukumat bo'lmagandan keyin Uyg'urlarniki bir necha yaxshi tashkilotlar bo'lsa-mu, ularning puli yoki shu statistikasi qilinadigan mablag'i hergiz davlatnikiga yetmaydi. Shuning uchun bizniki yaxshi shu Uyg'urlar to'g'ri yaxshi bir statistikasi yo'q bo'ldi. Uni keltirish uchun jiq pul chiqishi kerak. Hem bir institut qurilishi kerak yoki bo'lmasa bir universitet unga maxsus qilgan cho'ng bir turni elish kerak. Ondan statistika qilg'ili bo'ldi. Lekin asosan statistikaning gapi shu shtat davlatdan kelgandan keyin uni davlatlar qildi. Ma hozirgacha 2019 ya 2020-yilgacha bizniki eng yaxshi bo'lgan statistikasi Uyg'urlar to'g'riliq, vatandagi Uyg'urlar to'g'riliq Xitoy hukumatidan kelgan. U albatta uni 100% ishongili bo'lmaydi. Ular o'ziga foydali statistikasini qiladi, o'ziga foydasiz statistikasini qilmaydi. Uning ustiga Xitoy statistikasini har doim o'zgartib
turdi, o'zininki degan siyosat gaplariga mos keladigan shundoq bo'lsa-mu, u yana 2020-yilgacha bizning qo'lda bo'lgan eng yaxshi statistikasi bo'lgan edi. Yaxshi bo'lmasa-mu, boshqasi yo'qdi. Menimcha biz yaxshi bir statistikasini qila olsak, bek yaxshi bo'ladi, lekin uningga bek jiq mablag' ketdi. Bizningki davlatdek kuchimiz bo'lishi kerak. Yo'qmi Yusufjon? Mesela Uyg'urlar qancha % shaharlashdi, qancha % sarada yashayotdi? Mesela o'tganda men nima qildim? Bu o'lcham mesela jamiyatshunoslikda bek muhimmi bizning kasbda? Chunki o'tganda men Turkiyada gezi voqealari to'g'riliq bir statistik ko'rsam, shunda normalda Turkiyaning shaharlashish nisbati bilan uçaklarda %5, %4 uçaklarda mesela ata-onasining 3-nesil mesela ata-onasi universitetni bitigan bolalarning nimasi bilan Sansipri bilan Sansipri %4 ga Turkiyada. Yani %4% adamning ata-onasi oliy maktabni bitigan ekan. Ikkinchi avlod intellektual nim bo'lib ketdim. Lekin aslida gezi voqeasida qatnashganlarningki 134. Mesela qancha solchilish bilan munosabatining, shaharlashishning munosabatining intayin muhim ekanligini demoqchi. Bu jihatlarda Uyg'urlarda hech qanday Sansipr yo'qmi hozir? Mesela shaharlashish to'g'risida. Butunlay Uyg'urlarningki yo'q, lekin ayrim davlatlarningki bo'lishi mumkin. Shu davlatda turayotgan Uyg'urlar to'g'riliq. Masalan, Kırgızistan'da taxminan 60 ming Uyg'urlar turdi deydi, o'zininki davlat statistikasi bo'yicha. Ulardan yarımdan ko'p yezdi turdi. Balkim menimcha 40% dek shaharda turdi. Qozog'istonda bo'lsa 200 ming Uyg'urlar bor turdi. Ular burun kelgan Uyg'urlar ko'pinchisi. Shu 60-yillardan burun kelgan Uyg'urlar. Shunday bo'lsa-mu, yana Uyg'urlar. Ularningki nechilik shahar yoki yezda turganlikni men hozir deyolmayman, lekin uning statistikasi bor. Turkiyadagi Uyg'urlarningki statistikasi bor bo'lishi mumkin. Uni aniq bilmayman, lekin ko'p davlatlarningki hozir statistikasi millat bo'yicha bo'lmaydi, vatandoshlik bo'yicha bo'ldi. Shuning uchun Uyg'urlarni ayrim bir kategoriyaga silib, shunday qildigan statistika qildigan davlatlar oz hozir. Uni rasmiy bilish uchun biz o'zimiz ya Uyg'urlarniki o'zining tashkilotidan yoki bo'lmasa Uyg'urlarni tadqiqot qilayotgan shu universitetniki tashkilotdan, institutlardan bir turni qurib, shu Uyg'urlar to'g'riliq statistikasi qilsak bo'ldi. Uni ayrim tadqiqotchilar qilib bo'lgan, bir nechasi bor. Lekin shaharlashib ketgan to'g'riliq yoki yezda turganlik to'g'riliq esimda yo'qman deyolmayman, u bormi yo'qmi. Lekin bir nechasi shu kichikroq statistikasi bor bo'ldi. Lekin butunlay dunyodagi diasporadagi Uyg'urlar to'g'riliq masalan menimcha hech qanday statistikasi yoki yaxshi statistikasi yo'q deb o'ylayman. Ko'p rahmat Yusufjon. Abduvalik aka, sizdan so'raydigan ikki savolim bor. Shu savollarga yig'inchoqroq javob bersangiz umid qilaman. Vaqt munosabatimiz chunki 7 minutimiz qoldi. Birinchisi bayaq Aras efendim so'ragan savolni so'ramoqchi aka. Tilni, siz o'zingiz tilshunosku hamda vatandagi Uyg'urlarning tili bilan chet ellik Uyg'urlarning tilida bir farqlik bormi? Aslida bu savol bor. Shu savolga javob bergan bo'lsangiz. Farq bor. Birisi chet eldagi Uyg'urlarning tilida Türkçening ta'siri kuchlik. Mayli Uyg'urlar Yevropada yashayotgan bo'lsin, mayli Turkiyada yashayotgan bo'lsin, hatto Amerikada yashayotgan bo'lsin, bu Uyg'urlarda Turkiyaning televizorlari, kino filmlarining ta'sirida Uyg'ur tilida Türkçening ta'siri kuchlik. Ondan vatandagi Uyg'urchada tabiiy nimaning ta'siri kuchlik, Xitoychaning ta'siri kuchlik bo'lyotdi. Ondan chet eldagi Uyg'urlardan bu Türkiye'deki Uyg'urlar Türklashga qarab mangda allaqachon. Arabistondagi Uyg'urlar arablaştı.
hozir eng kuchli saqlanib qolgani bizning Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi Uyg'urlar. Chunki Qozog'iston, Qirg'izistonda til farqi biroz kuchli, ham madaniyat farqi biroz kuchli bo'lganligi uchun ularning saqlanib qolishi biroz yaxshi bo'ldi. Lekin chet ellik Uyg'urlar ichida bu Arabistondagi Uyg'urlarning saqlanishi bek ojiz, intayin ojiz. Nemedagi Uyg'urlarning, Turkiyadagi Uyg'urlarning uning qaraganda sal yaxshi, lekin ularning turklashishi hozir xeyli kuchli bo'lyapti. Bo'lib birinchi avlod emas, Turkiyaga shu keyingi avlod bo'lib kelgan 20 yoshdan keyin kelgan kishilarning turklashi intayin kuchli. Hatto o'tganda shu nimaga Yevropaga kelgan bir qism kishilardan ularning Uyg'urligidan gumonlanib bu Yevropadagi bu soqchi organlari bizni so'l surg'achlar bor. Bular turkmi Uyg'urmi deb. Chunki ularning Uyg'urchasi butunlay turkcha. Uyg'urcha gapiryapman deb tushuntiribdi, lekin ular Uyg'urcha emasligini ular uqib qopdi-da. Shundan bizdan so'rdi, bular Uyg'urmi turkmi deb. Keyin biz anglab, yo'q bu Uyg'ur ekan, lekin o'zining Uyg'ur so'zlayotgan yoki turk so'zlayotganligini bilmaydi ekan. deb tushuntirib qo'ydik. Bu bir masala bor hamda. Muajirat Uyg'urlarda birisi Arabistondagilar arablashayotgan bir hodisa biroz eng kuchli bo'layotgani. Turkiyadagilar turklashayotgan, Yevropa, Amerikadagilarmi turklish qarab yuzilayotgan bir holat mavjud. Ko'p rahmat Abdulla akam. Ikkinchi savolim boya deganga o'xshash ham dunyoning hamma yerida zamonaviy feodal jamiyatning yoki an'anaviy jamiyatdan zamonaviy jamiyatga o'tish to'g'risida bir qator islohotlar bo'ldi. Hamda Atatürkning islohotlari, nimada Yevropada Renessans adabiyotning uyg'onishlari, Rossiyada birinchi Petroning islohotlari, Ironda oq inqilob, garchi mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, Yaponiyada Meiji inqilobi, Koreya 80-60lardan keyingi islohotlar degandek. Hamda bu Uyg'urlarda ham jadidchilik ma'rifi botdi azroq. Jadidchilik ma'rifi jiq rol o'ynaydi, lekin biz jiq zamonaviylashga qarab mangan yo'limizning musofasini jiq vaqtda Xitoyning islohotlari bilan yetib mangdikmi? Ya'ni 1945da bo'lgan bo'lsa, bizning yangi nima qilish, yangi ma'rifni qabul qilish yoki qolgan jihatlardagi butun zamonaviy jamiyatga o'tish, yangi siyosat, yangi ilm fan jihatdagi ideyalarni erishimiz biz ko'pincha bu jihatda Xitoyning ma'rifiga, Xitoyning sistemasiga tayandikmi? Lekin bu diniy jihat, bu farqli dinning roli intayin kuchli hamda bu chet eldagi bu Turkiyadagi Uyg'urlarda texmo dinlish ahvoli ig'ir. Bu Facebook qarasak biz atayinni kechkish dindan boshqa, siyosatdan boshqa paranjida Uyg'urlarning boshqa temasi yo'qdek his qilamiz. Lekin bizning vatandagi Uyg'urlarda bu yo'q. Bizning vatandagi Uyg'urlarda bu xil ham din ham cheklangan siyosat tarafidan butunlay. Lekin hamda ko'pincha qarasak boshqa temalarni ko'ramiz. Bu jihatdagi farq keyingi muajirat Uyg'urlarning bilan chet eldagi vatandagi Uyg'urlarning o'rtasidagi aloqada qanday ta'sirlarni ko'rsatdi deb qaraysiz? Birisi men bu vatandagi Uyg'urlarning diniy jihatdan bak jiq o'zgarib ketishini taxmin qilmayman, chunki men ko'rishgan Uyg'urlarning hech qaysi bak din jihatdan dinsizlashib ketmabdi. Ular aksincha vatan sirtikilardan bakrak diniy jihatdan o'zining nimasi saqlab qolibdi. Chunki bu o'xshamaydi. Masalan, vatanda bir odamning musulmonligi uning Uyg'urligini tushuntirdi. Bir odamning musulmonligi uning Uyg'urligini texim ifodalaydi. Masalan, Xitoylardan farqlantirdi. Lekin chet elda o'xshamaydi. Bir odamning musulmonligi uning Uyg'urligini musulmonlik ishiga eritib o'tadi. Masalan, chet elda musulmonlikni ta'kidlab arablarning masjidiga berib, bolangiz arablarning kursiga bersangiz, arablashish qarab mangan bo'lasiz. Ondan Turkiyada yoki Yevropada bolangizni turklarning Qur'on kurslari, turklarning maktabiga bersangiz, turklish qarab izlangan bo'lasiz. Agar vatanda lekin siz turkcha o'rgansangiz, arabcha o'rgansangiz, Xitoydan farqlangan bo'lasiz, o'zingizningki diniga, kimligiga yaqinlashgan bo'lasiz. Lekin chet elda o'xshash bir ishni qilsangiz, u sizning o'zingizning kimligingizni yiroqlashganligingizni tushuntiradi. Ya'ni bu shuningdek hamma ish hamma yerda to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, vatanda bir odamningki dinni kuchli ching turishi Xitoyga bo'lgan nafratida, milliy kimligiga bo'lgan irodasida ching to'g'anlik bo'lib ifodalansa, chet elga chiqqandan keyin u narsa o'zining millatini yo'qotishda, kimligini qurbon berishda, umum musulmon to'plumning ichiga erib ketish ifodalandi. Shunga bu masalaning oq yoki qora bo'lmaydi, nada oq, nada qora, nada foydali, nada ziyonli degan nuqtadan nim qilsak, vatanda Uyg'urlarning dindorlishi, Uyg'ur milliy kimligining ifodalanishi, kuchlanishini
keltirib chiqargan bo'lsa, chet elda Uyg'urlarning dindorlashishi, Uyg'urlarning arab va turklarning orasida erib ketishini keltirib chiqardi va shuning orasida yo'qolib ketishini keltirib chiqardi. Shunga endi bu farqlar vatandagi Uyg'urlar bilan chet ellik Uyg'urlarning farqini kuchlantiradi, albatta kuchlantirdi. Masalan, Arabistonda bir Uyg'ur arablashib ketsa, keyin vatandagi Xitoy so'zlaydigan, lekin Uyg'urlarning vataniga, Uyg'urlarning zeminiga, madaniyatiga bo'lgan muhabbatni yo'qotmagan kishi bilan o'tirsda farq cho'ng bo'ldi. Chunki bir arablashgan bir Uyg'ur arab madaniyatini so'yib cho'ng bo'ldi, arab tuproqlarini so'yib cho'ng bo'ldi. U hech bo'lmagan chog'da Xitoy so'zlagan, lekin Urumchini, Qashqarni, Turpanni so'yib cho'ng bo'lgan odam bilan bir yerda o'tirolmaydi. Chunki ikkisiniki so'ydigan o'xshamaydi, muhabbat o'xshamaydi, xush bo'ladigan taraflar o'xshamaydi. Lekin agar ikki tarafda shu vatandagi tog'daryolarniki, vatandagi masjid, madrasalarimizniki, vatandagi Uyg'ur binokorligi, ming uy, mangu toshlarimizniki so'ygisi bo'lsa, chet eldagi bolalardami shu o'xshash so'ygi bo'lsa, garchi til jihatdan biroz farqli bo'lgan taqdirdami o'xshash madaniyat, o'xshash so'ygi, o'xshash kimlik tuyg'usi bo'lg'achqa bular yana bir yerga kelalaydi. Agar bu til o'xshash bo'lgan taqdirdami, masalan, ikkalasi Uyg'urcha so'zlagan taqdirdami, birsi u Uyg'urcha so'zlaydi, lekin Uyg'urcha uning bildiganlari butunlay shu o'ztirayotgan rayonning Uyg'urchasi yoki shu rayonningki madaniyatidan oziqlangan Uyg'urcha bo'lsa, vatandagi tog'daryolardan oziqlangan shu bog' varallarda yetilgan ko'chalarda pishiqlangan bir Uyg'urcha bilan ikkisi o'rtasida farq bo'ldi. Shunga til o'xshash bo'lsalar, bu ikkalaningki farqi ozlaydi deganlik bo'lmaydi. Bir tildagi uqumlar farqli bo'lsa, o'xshash tilda so'zlagan odammi o'xshash harakat qila olishi, o'xshash nishon qarab manga olishi, o'xshash tuyg'udan bahrilanish notayin. Xuddi masalan, bizning masalan Tayvandagi Xitoylar bor, yo Hong Kongda Xitoylar bor, ondan Beijingda Xitoylar bor. Hammasi o'xshash Xitoy so'zlashidi. Lekin birisi demokratiya, erkinlik, kishilik huquq tarafdori bo'ladi, bir qismi u Xitoydagisiniki albatta millatchi, irqchi, andi kommunist tarafdori bo'ldi. O'xshash til so'zlaydi. Lekin o'xshamagan madaniyat, o'xshamagan ma'rif cho'ng'onlik uchun ularning yana birlik harakat qilishi notayin. Shunga tilning o'xshashi bo'lsa, bularning keyingi birlik harakat qilishi, birlik ishlarni vujudga chiqarishi, o'xshash madaniyat uchun kurash qilishi degan hukmdan darak bermaydi. Shunga tilning birligidan boshqa dilning birligi, ondan o'xshash madaniyatdan oziqlanish, o'xshash madaniyat uchun yig'ilish, o'xshash ruhda harakat qilish deganlarmi intayin muhim. Yolg'izlikda so'zlar emas, bu yerda hukm va fikrmi muhim o'rin turdi albatta. Köpten köp rahmet Abdüvelik aşkımla bilen paranış intayin kişiga zoq berdi. Hammalarga köp rahmet. Ikra aldığınız qarindoshlarımı qatnashib ko'rpaginiz uchun köpten köp rahmet aytamiz. Bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Hammalarga köpten köp rahmet etamiz. Sizga rahmat, Ihson. Sana